Eng muhimi kurs tugamasidan proyekt oldim. Bo'ldi, Shoda gapiravering. Yaxshimisiz? Men o'tgan safargi video chatga ham ulgurmay qolgandim. Hozir to'g'risi esimdan chiqib qolibdi. Storymaker darslaringizga rahmat aytmoqchi edim. Ancha tushuncharoq storymakerlik haqida monografiya darslari uchun ham rahmat. Butun kurs uchun rahmat aytmoqchi edim. Mendan zo'r bo'linglar, iloyim. Har doim har darsda aytaman, iloyim mendan zo'r bo'linglar. Eng kamida mendagi bo'lishinglar kerak deb. Bilasizlarmi, men hayotda bekorga yashamayotganimni, bu dunyoda bekorga vaqtim ketmayotganini har doim ichimdan his qilaman. Ayniqsa bunaqa his-tuyg'u menga o'quvchilarim bilan muloqotdan keyin keladi. Hozir ham mana Rivastars 7-potokdagi kursimni o'quvchilar bilan voice chat qilib gaplashib o'tiribman-da mana. Yozishyapti-da, shunaqa zo'r, otзывlar berishyapti. Kursingiz zo'r ekan haqiqatda deb o'zingizga hozir mana ko'rsataman. Storieslarimni axvatlari 38 taga chiqdi, 26 ta edi. Ustoz, sizga katta rahmat, bergan bilimlaringizdan rozi bo'ling. Meni birinchi va oxirgi ustozim siz. Sizni juda yaxshi ko'raman ustoz. Siz bilan ishlash, siz bilan yurish, jamoangizga qo'shish nasib qilsin. Kursga yozilganimdan afsus qilmayman. Eng muhimi kurs tugamasidan proyekt oldim. Shunaqa o'rtalab, joninglar sog' bo'lsin. Meni o'quvchilarim, yulduzlarim. Sizlar ham Rivastarsga yozilmoqchi bo'lsanglar, как раз 8-potokni hozir sotuv ochilgan. Silka qoldiraman. Profilim shapkasida ham silka bor, shu yerdan yozilsanglar bo'ladi. Keyingi potok ulgurmay qolib, keyin xafa bo'lib, siqilib yurmanglar. Так что kursga kelinglar.